Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qadri baland qadrdonlar. Mana Anvarjonni umra ziyoratdan kelgan ekan. Alhamdulillah kelib ziyorat qilib o'tiribmiz. Mana Anvarjonni xonadonida. Nuriddin akam hoji. Assalomu alaykum. Ahlan quli Bahodir akam, ayting. Men Farg'ona viloyati Oltiariq tumanidan 7880 Olimpiya Shestorov xizmat qilganmiz, Germaniya. Assalomu alaykum. Vatandoshlar, yaxshimisizlar? Marg'ilon shahar Abduvohid Nizomiddinov 7-polk 86-88 minomyotli batareya. Salomat bo'ling. Bu do'stimiz Abdumuttal 87-89 nima Ximzavod. Salomat bo'ling. Ximzavodda o'qib ketdi. Aka xush kelibsiz. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin, kam bo'lmaylar. Beshinchi bor lekin nimasi yo'q. Boshqalar 7-chi polk menga keldimi? 7-chi polk. Birinchi rota Gervada xizmat qilganman. 87-89 Dembel bo'lganmiz. Andijon. Navro'zbekman. Andijon. Andijon paxtavodida. Paxtabod. Buni endi tanimagan gruppa yo'q, endi bari tanib qo'yadi. Assalomu alaykum. 7-polkda Remrotada 89-yil borganman, 90-yilgacha o'sha yerda xizmat qilganman Remrotada. Qosimjon, Farg'ona. Qosimjon Oltiariq. Keling aka. Assalomu alaykum. Akalar, ukalar. Farg'onani quvvasidan Qodirov Rahimbek. 87-89. 7-polk. Bir yili Sanchasda, bir yili Abduzonda xizmat bo'lgan shu. Taniganlar bo'lsa, Atzavit, пожалуйста. Assalomu alaykum. Namangan rayon, Namangan oblast, Namangan rayoni Xonoboddan 7-polk 88-90 yil bo'lganmiz. Ermoda. Maşallah. Otam Abjobbor. Biz Namangan Minbuloq rayonidan 88-90 Ardizonda 7-polkda xizmat qilganmiz. Sapar Ikromjon. Xilibaret. Aka xush kelibsiz. Assalomu alaykum, hurmatdoshlar. Hammaga salom. Namangan viloyati Mingbuloq tumanidan 88-90 Maysenda xizmat qilganman, Remrota. Husanboy. Shayx hazratlari. Bular Ermo'da. Birinchidan. Navazbek Shaharxondan. Assalomu alaykum, qadrdonlar, yaxshimisizlar hammalaring? Men Farg'ona Beshariqdan Abdujabborman. Rota materiallarimiz bechada xizmat qilganman 86-88. Salomat bo'linglar hammalaring. Amirlarga rahmat. Kamila Kantalin 7-polk emas, 7-polkdagi Maysin shahridagi Zenit raketning polkida xizmat qilganman. 88-90. Rustam, O'sh.